Ahvol yomon. Ijtimoiy tarmoqlar shunday vaboni tarqatyaptiki, odamlar o'zlari qanday zaharlanib qolishayotganini bilishmayapti. Muammo aslida tarmoqda emas, atrofning fikrlashga ta'sir o'tkazishi va fikrlashning buzilishida. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi? O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi? O'tirganimga kichkina kichkina ko'rinyapmanmi? ko'rinyapmanmi? Hurmatli obunachilar, men baxtliman. Judayam baxtliman. U baxtli. Lekin sizlar baxtsizsizlar. Biz baxtsizmiz. Agar ongingizda yorqin va baxtli umidlar tasvirini chizib qo'ysangiz, maqsadlaringizga erishishda o'zingizni qulay sharoitga qo'ygan bo'lasiz. Orzularingiz ulug'vor bo'lsin, zero ular qanday qurilsa, siz ham shunday bo'lasiz. Tasavvuringiz oxir-oqibat ro'yobga chiqadigan va'dadir.